Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, banda qabrga qo'yilib, uning yaqinlari qaytib ketgach, hatto u mayit ularning yaqinlarining poyabzali tovushini eshitib turgan paytda, agar oyoq ovozlarini pastdagi odamga eshitilar ekanda, tepadagi odamga eshitilmaydi. Oyoq ovozingizni yurganingizda eshitmasligingiz mumkin, lekin yerda ostidagi yotgan odam eshitar ekanda uni. Mayit eshitadi. Oxirgi oyoqlar ovozlarini eshitib, oldin boshda dupurdab turishdi, hamma u yoqdan bu yoqdan qabrlarni bosib dafn qilib turishdi. Keyin sayozlashdi ovoz. Oxirida bitta ikkita bilyapti, bu o'g'liniki, bu akasining oyoq, ukasining oyoq tovushi, bu nevarasiniki masalan bilyapti. Ular ham shularga quloq solib turgan mahalda bu tomondan ikkita farishta kelib qoladi o'zi. Mayit u ovozlarni eshitib, u bilan ovorab turgan mahalda Munkar va Nakir degan ikki farishta, rangi qoramtir, ko'k qoramtir bo'lar ekan. Odamga ham o'xshamaydi, farishtaga ham o'xshamaydi. Bu ikki farishta. Alloh ularni shunday yaratgan. Insonga ham o'xshamaydi, farishtalarga ham o'xshamaydi. Rangi ko'k qoramtir bo'lar ekan. U ikki farishta kirib mayitni o'tirg'izadi lahatda. Shuning uchun e'tibor qilsang, lahat qazayotganda go'rkov lahat ichida o'tirib ko'radi yaqinlari. Kengligini ko'radi. Otam rahmatli qiynalmasinlar, tor bo'lmasin deb lahat ichiga kirib o'tirib ko'radi hamma. Chunki mayit u yerda o'tirg'iziladi-da. Alloh taoloning izni bilan jon mayitning beligacha kirgiziladi deyiladi endi shunday. Savol javob uchun o'tirg'iziladi. Va ular undan ikkalasi Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida sen nima der eding deb so'raydilar. Mo'min kishi bo'lsa agar mayit mo'min kishi, men guvohlik beramanki, u ya'ni Muhammad Allohning bandasi va rasulidir deydi. Shahodat ayta oladi mo'min kishi bo'lsa. Shunda unga farishtalar aytadiki, do'zaxdagi joyingga qara. Ko'rsatishadi. Alloh uni senga jannatdagi joy bilan almashtirdi. Senga jannatdan almashtirib berdi. deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, u ikkisini ham ko'radi. Qabrdagi banda jannatdagi o'rnini ham, do'zaxdagi o'rnini ham ko'radi. Farishtalar unga shunday bir ekranni ochib ko'rsatishadi. Kofir yoki munofiq bo'lsa, undan so'raganlarda Muhammad haqida nima deysan deb, u bilmayman deydi. Odamlar nima desa shuni aytardim deydi. Kofir bilmayman deydi. Lekin mo'min musulmon